Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston U23 terma jamoasi iyun oyidagi FIFA kunlarida Fransiya Olimpiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinida ishtirok etadi. Uchrashuv 4-iyun kuni Orleans stadionida bo'lib o'tadi. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Fransiya futbol federatsiyasi O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining barcha xarajatlarini o'z zimmasiga oladi. Tomonlar kelishuviga ko'ra, aviachiptalar, mehmonxona va barcha yashash sarf xarajatlari mezbonlar tomonidan qoplanadi. Shunday qilib, Ravshan Haydarov jamoasi Fransiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi uchun hech qanday ortiqcha to'lov qilmaydi, deb yozmoqda Chempionat Aziya sayti. Birlashgan Arab Amirliklaridan yangi mashmasha. O'zbekiston terma jamoasi muxlislari uchun Al-Nahyon stadionida maxsus sektorlar ajratilgan. 24, 25 va 26-blok. Chiptalarni xarid qilishda albatta pasport raqamini kiritish zarur. Diqqat qiling, ayni paytda mehmon sektorlardagi barcha chiptalar sotib bo'lingan. Mezbon sektorlardan chipta xarid qilgan mehmon jamoa muxlislarining chiptalari bekor qilinadi va mablag' to'liq qaytariladi. Qaytarilgan mablag' 5-10 ish kuni ichida yetib boradi, deb yozyapti o'yin uchun chipta sotayotgan yagona platforma Ticketmaster AI sayti. Odatda faqat ingliz va arab tillarida yuritiladigan ushbu platformaga aynan shu ma'lumot uchun yangi qoida bilan rus tili ham qo'shilgan. Bu esa ko'plab o'zbekistonlik muxlislar orasida norozilik va muhokamaga sabab bo'lmoqda. Agar rostdan ham Birlashgan Arab Amirliklari rezidenti bo'lgan o'zbekistonliklarning chiptasi kuyadigan bo'lsa, bunisi endi g'irt maynavozchilik. Hech bo'lmaganda bu haqda chipta olishdan avval aytilishi kerak edi. Agar bu qoida avvaldan bo'lganida chipta xarid ham qila olmagan bo'lardik, deb yozadi Sobitov Telegram kanali muallifi. Muxlislarning bildirishicha, chiptalar sotilishi e'lon qilingan zahoti tugab qolgan. O'yinga chipta chiqqan kuni to'la saytda o'tirdik. Umuman sotib olib bo'lmadi-ku. Hammasi sotib bo'lingan ekan bir vaqtni o'zida, deya xitob qiladi muxlislardan biri. Yana bir sayohat agentligi mutaxassisi Jamshid Sunnatovning aytishicha, hamma uchun $5.5 sotilgan chiptalar optim sotib olingan bo'lishi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi fan klubi uchun ajratilgan fan zona chiptalarining narxi esa $100 va ularni faqatgina hammaga tanish bo'lgan bir bloger tarqata oladi. Bundan tashqari, odatda Birlashgan Arab Amirliklari uchun $300-400 dan bo'lgan tur paketlar narxi futbol arafasida $650-700 ga ko'tarilib ketgan. Bungacha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mazkur uchrashuvga qiziqish yuqori bo'lgani uchun ayrim turistik kompaniyalar tomonidan muxlislarga o'yin chiptalari kafolatlangan tur paketlar taklif etilayotganini bildirib, futbol muxlislaridan o'yin chiptasi kafolatlangan paketlarni xarid qilish bo'yicha bir necha bor ogohlantirgandi. Ma'lumot uchun, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston bahsi Toshkent vaqti bilan 21:00 da start oladi. Hozirda O'zbekiston milliy terma jamoasi A guruhidan o'rin olgan va 8 ta turda 17 ochko jamg'argan holda ikkinchi o'rinni egallab turibdi. Birlashgan Arab Amirliklarida 13, Qatarda 10 ochko bor hamda mos ravishda 3 va 4 o'rinni band etgan. Amirliklarga qarshi o'yindagi durang ham O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqadi. Shu jihatdan mazkur o'yinning ahamiyati juda yuqori va O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon birinchiligiga yo'llanmani Birlashgan Arab Amirliklarida nishonlashi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.